Demak, navbatdagi mavzuyimiz o'quv markazi tanlash. Hozirgi kunda ota-onalar reklamalarga uchib o'quv markazi tanlashadi yoki uyga yaqinligiga qarab, mana yonimda o'quv markazi, o'shanga chiqsin deb chiqarib yuborishadi. Bilib qo'ying, o'quv markazlari hammasi bir xil emas. Shuning uchun bir chetdan ko'rib chiqamiz. Reja bo'yicha ko'rib chiqaylik. Birinchisi joylashuv. Bixinglar uyimga yaqin-ku, mana chiqadi, keladi, borib keladi deydida, o'quv markaziga beraveradi. Yo'q, uzoq bo'lsa ham beraversin. Qidirish kerak. O'quv markazlarini ichida eng yaxshisi, ya'ni natija ko'rsatayotganligi, endi yuqori sifat natija ko'rsatgan o'quv markazlarini topib, ana shu o'quv markaziga jo'natish kerak. O'quv markaziga jo'natish kerak. Balkim yonimizdagi o'quv markazida rezultati yo'qdir. Rezultat borib so'rash kerak, qiziqish kerak. Xo'p, palon fandan kelyapti, masalan, fizikadan kelyapti, matematikadan, tarixdan, rezultatingiz qanday? Rezultati bor o'quv markazi uzoqda bo'lsa ham bolani berish kerak. Qiynalib qoladi, charchab qoladi, hech nima qilmaydi. Imom Buxoriy yozib qoldirgan asari Sahih Buxoriy asari. Hozirgi kunda Buxoriy hadis maktablari bor. Imom Buxoriy yozib qolgan asarini fan sifatida o'rganishyapti. Imom Buxoriy bu asarni yozish uchun qancha vaqt sarfladi? Qancha o'zi Imom Buxoriy bu uning taxallusi. Imom Buxorolik imom. U Buxoroda tug'ilgan va Saudiya Arabiston davlatlari, ya'ni arab dunyosini, Misr bo'ladimi, hozirgi kunda Qatar, ya'ni arablar yashaydigan shu cho'llik hududlarning hammasini kezib, yillar mobaynida ilm o'rganib, ana undan keyin ilmini bitta kitobga jamlagan. Hazilaka mehnat, hazilakam sarson sargardonlik hayot kechirganmi Imom Buxoriy? Shu darajaga chiqish uchun. Bizga hozirgi kunda ko'chada borib keladi, ko'chada mashinada bir pasda boradi, keladi, shunga ham voy 1 soat, voy 1 soat. Shunchalik bolalarni biz papalaymiz, qiynalsin-da, ozgina mehnat qilsin, ilm olish mashaqqatini tushunsin, shunda ilmni qadriga yetadi. Shunda ota-onaning qadriga yetadi. Uzoq bo'lsa ham berish kerak. Bir gap borku, xalq og'zida Hirotda bo'lsa ham bor ilm izla degan gap bor agar eslasanglar. Hirotda bo'lsa ham ilm izlash kerak. Makkada bo'lsa ham ilm izlash kerak degan gap bor. Biz bolalikda ko'p eshitardik. Ya'ni lokatsiyaga ahamiyat berish kerak emas. Bu narsaga umuman nima qilish kerak emas, ahamiyat berish kerak emas. Qayerda joylashgan, qiziq emas. Borish kerak. Qayerda bormi ilm? Sifatli ilm albatta borib o'sha ilmni izlab olish kerak. Endi o'quv markazi emas, ustoz, ya'ni brendga tushish kerak emas. Ya'ni shunday o'quv markazlari borsangiz, hashamatli hamma video kameralar, eng so'nggi darajadagi jihozlar bilan jihozlangan, lekin ustozi, dars o'tadigan ustoz siz istagan bilimni bera olmasligi mumkin. O'quv markazini yaltir-yultiriga qaramang. Qanchalik kuchli, qanchalik qimmat o'quv markazi bo'lsa, narxi shuncha qimmat bo'ladi. Chunki ana shu olgan narsalarini pulini sizdan undirish uchun o'quvchilar soniga shu tan narxiga o'tiraveradi-da. Mana siz oddiy sotuvchi bo'lsangiz, daladan, dehqondan pomidor oldingiz, 1000 so'mdan pomidor oldingiz, yo'lkarangizni qo'yasiz ustiga, yeb ichingizni qo'yasiz, xarajatlaringizni qo'yasiz, to siz xaridorga olib borguncha uni kamida 2000 so'm sotasizmi? Nima o'quv markazlari cho'ntagidan qilib, uni ertaga cho'ntagidan qoplamaydi-ku. Ya'ni keladigan o'quvchilarning olayotgan bilim oylik kurs to'lovini ustiga o'tkazadi. Undan tashqari o'sha obyekt o'ziniki bo'lsa, arenda puli bor, nalogi bor, boshqa xarajatlari bor. Shuning uchun qanchalik kuchli, hashamdor bo'lishiga ahamiyat ega emas bizga. Bizga ustoz ahamiyatga ega. Mana bu ustoz tanlash kerak. Borish kerak o'quv markazi kim ustozi? Xo'p, falon fandan beryapman. Misol uchun fizikadan beryapman yoki ingliz tilidan beryapman. Ana shu ingliz tili ustozini borib so'rash kerak. U bilan suhbatlashish kerak va ahamiyat berish kerak. Kim qanday qadriyatlarga ega ustoz? Ya'ni dars jarayonida ustoz, qaranglar, pedagogikada bitta narsa bor, ta'lim va tarbiya deydi. Ta'lim va deydi har doim tarbiya deydi.
Ta'lim va tarbiya. Pedagogika kitoblarini o'qisangiz, ped institutda o'qiganlardan ham so'rasangiz, hamma joyda pedagogika haqida gap ketar ekan, ta'lim va tarbiya, ta'lim va tarbiya. Uzluksiz Hasan Husanday, Fatima Zuhraday yuradi mana shu so'z. Ya'ni siz ustoz tanlayotganingizda ta'lim, tarbiya berish degan inson qidiryapsiz. Farzandingizni kimga berar ekansiz? Avval ustoz bilan borib suhbatlashing, gaplashing. Qanaqa u odam, dunyoqarash qanaqa? Masalan, siz e'tiqod qiladigan dinga e'tiqod qilmasdi, balkim boshqa dinga targ'ibot qilib yuborishi mumkin dars jarayonida. Balkim o'zi bir betayin odamdir, ilmi bor-u, axloqi, odobi bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun borish kerak, suhbat qurish kerak. Siz farzandingizni uni qo'liga topshirar ekansiz, kimni qo'liga topshirayotganingizni biling. Ateizmi, budizmi, din nuqtai nazaridan qanday odam va odob axloqi qanday va muomalasi qanday, o'zini tutishi qanday? Hozirgi kunda biz ahamiyat bermasak, farzandlarimizni ayrim ustozlar boshqa yo'nalishga burib boradi. O'zimiz ota-ona sifatida odob axloqli bo'lishligimiz mumkin, lekin farzandimizning betayin bir aqlli ilm, ya'ni bir sohaning aqli, bir sohaga aqli bor, lekin axloqiy tarbiyasi bo'lmagan insonga berib qo'ysak, biz farzandimizdan ayrilib qolishimiz mumkin. U bizning farzandimizga biz aytgan mana shu ingliz tili yoki bir matematika yoki bir tarix ilmini o'rgatish bilan birgalikda uni axloqiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun o'quv markazi emas yoki brendga uchib emas, ustoz tanlang. Ustoz tanlang. Bitta chaylada dars o'tmaydimi? Muhimi eng yaxshi ustoz bo'lsin. Siz gaplashganda sezasiz. Gaplashib, suhbatlashib ko'ring. O'zingizga ma'qul bo'lsa, dunyoqarashlari, fikrlashi ma'qul bo'lsa, marhamat bering o'sha ustozga. Istagan o'quv markaziga yoqdi, palon maqtadi deb beraverish kerak emas. Chunki o'quv markazlarida bir yilda 100 ta o'quvchi o'qitadigan bo'lsa, o'shandan 10 tasi kirgan bo'lsa, 10 tasini mana bizda zo'r o'quv markazi zo'r, mana shuncha 10 tasini ko'rsa, 90 ta kirolmagani haqida gapirmaydi. Ya'ni 10% natija bormanda demaydi. 90%ni aytmaydi, 90% kira olmadi, dars bera olmadik demaydi. 10%ni maqtaydi. Shuning uchun o'quv markaziga aldanmang. Boring, ustoz bilan gaplashing. Balki o'sha o'quv markazida, bitta o'quv markazida 10 ta ustoz bo'lsa, bittasi faqat rezultat qilar, 9 tasi rezultat qilmas. Sholi poyada guruch orqasidan kurmagan suv ichadi-da. Boqolgina faqat quloqqa tepib, darsi vaqtida o'tkazib, rezultat qilmasdan faqatgina kun o'tsa bo'ldi, soqqasini shiladi. Shunaqa ustozga tushib qolmasin sizni bolangiz. Haqiqiy ustozni topib berish kerak. Keyingisi marketing emas, ketma-ketlikka ahamiyat berish. Bu nima degani? Marketing emas. Qaranglar. Ayrim o'quv markazlariga borasizlar, nima deydi? Bizada deydi, aksiya ketyapti, skidka ketyapti. 2 ta fan, 3 ta fanga bolangiz kelsa, 2 ta fanga pul to'laysiz, ya'ni 2+1 haqida gapiradi. 2 ta fanga pul to'laysiz, bitta fan sizga tekin, shunda farzandingiz 3 ta fanga keladi deydi. Bu marketing bu. Marketologlar o'ylab topgan bir laxatron narsa. Sizlarga bitta savol. Avval sizni farzandingiz bitta fanga borsin-da, ana shunday uyga vazifalarni 100% qilib, ham maktabdagi uyga vazifalarini qilib yetkazib olsin, 100% uyga vazifalar o'quv markazidagi vazifalarni hamda maktabdagi vazifalarni 100% yetkazib olsin, qoyil qolaman shu o'quvchiga. Haqiqiy ilm izlagan o'quvchiga. Endi o'zingiz o'ylang, 3 ta fanga borib, 3 ta fanni berilgan mavzularni o'zlashtiradimi yoki maktabnikini o'zlashtiradimi yoki uxlaydimi? Uxlashgan vaqt qolmaydi. U narsaga uchmang. Bitta fanga bering, bitta fanni mukammaliga chiqarib olsin, keyin ikkinchisini qo'shing. Endi ota-onalar tomonidan menga ko'p savol tushadi. Qaysi fanga beray deb. Shunga ham to'g'ri savol javob berib ketaman. Qaranglar, hozirgi kunda ota-onalar ko'p farzandlarini top mintali o'qishga kirishga harakat qilyapti. Top mintali o'qishlarning talabi bor. SAT imtihoni va IELTSdan 7.5 sertifikat so'raydi. SAT imtihoni ingliz tili va matematikaning birlashganida. Endi ingliz tili nima edi o'zi? Ingliz tili qaranglar, dollar xalqaro
Pulmi? Xalqaro pul. Vosita, oldi berdi vositasi. Ingliz tili esa xalqaro muloqot vositasi. Xalqaro muloqot vositasi. Yer yuzida ingliz tilini bilsangiz, albatta ishingiz bitib ketadi. Xalqaro muloqot vositasi. Endi matematika esa bu hayot. Matematika real hayotimiz. Bizning real hayotimiz matematika, hamma narsa matematika. Har bitta fan matematika. Matematika asosida. Ingliz tilida matematikadan foydalanadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sanashda matematika, biron-bir hamma ish matematika. Misol uchun mana shu elektron doskani yasagan odam ingliz tilini bilmasligi mumkin, lekin u matematikani bilganligi uchun yasay olganda. Algoritm asosida ishlaydi. Algoritm bu Al-Xorazmiy nomiga berilgan. Xitoyda ishlab chiqarilgan elektron doska. Matematika bilan fizika, matematika va kimiyani bilgan odam buni ishlab chiqara oladi. Ya'ni ranglar kimya bo'lsa, fizika bu tok-pok bossalar harakatlari bo'lsa, ularning hammasini hisob-kitobi bu matematika. Matematika hayot. Siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, hattoki hech kim bo'lmay ko'chaga chiqmay uyda o'tirsangiz ham sizga matematika kerak. Chunki uydagi oziq-ovqat mahsulotlarini hisob-kitobi bir kundan keyin qancha gram ovqat pishirayotganda ham matematika, proporsiyani solish, qancha guruchga qancha yog' solinadi. Misol 2 kilo osh damlasam, qancha yog' solaman, qancha go'sht solaman. Hamma narsa matematika. Matematikasiz fan yo'q, matematikasiz hech nima yo'q, hamma narsa matematika. Hattoki uyingizda stolni mehmon kelishdan stol bezatish uchun isrofgarchilik qilmaslik uchun ham matematika kerak. Ya'ni 4 ta tarelkaga 100 gramdan ketsa 400 gram pechenye ketadi. 400 gram pechenye ketadiganga 5 kilo pechenye sotib olmaysiz-ku. Yoki 10 kilo ikkita bazada meva qo'yadigan bo'lsangiz, 2 kilodan 4 kilo ketadigan mevaga 10 kilo meva sotib olib kelmaysiz-ku. Ya'ni matematikani bilishligimiz kerak. Biz hayotda matematikani bilishligimiz bizni iqtisodiy muammolarga kamroq duch kelishimizga sababchi bo'ladi. Ya'ni iqtisodiy muammolarni hal qila olamiz. Hayotimizni farovon, yaxshi kechishligini ta'minlaydigan fan bu matematika. Bu hayot fani bu. Matematika hamma fanlarning asosi hisoblanadi. Hayot bu. Insonga suv kerak bo'lgani kabi matematika ham hayotdek kerak. Har bir insonga kerak. Endi shunday ekan, qaranglar. Ingliz tilini marra etayotganim yo'q. Ingliz tilini yomon deyotganim, ingliz tili muloqot vositasi. Lekin matematika bu hayot. Endi qaranglar. Hozirgi kunda ko'p ota-onalar ingliz tili bilan matematikaga beryapti. Endi bizga ingliz tili qachon kerak, matematika qachon kerak? Ingliz tili bizga agar biz top mentalika, ya'ni xalqaro institutlarga topshiradigan bo'lsak, bizga ingliz tili mana bu joyda kerak bo'ladi. Mana bu joyda. Ya'ni 11-sinfning qish oylarida kerak bo'ladi. 11-sinfning o'rtasida xalqaro top institutlarga hujjat topshirishimiz kerak. Xo'p, ingliz tilini qancha vaqtda o'rganish mumkin? Maksimum 2 yil. Lekin 6 oy, 7 oyda IELTSdan 6,5 olgan bolalarni ham bilaman. 2 yil deylik, 1 yil emas, 2 yil deylik, shundan 2 yil orqaga yuraylik, 1 2 mana bu yerda. Demak, 9-sinfda boshlasa ham bemalol IELTSdan 7,5 olsa bo'ladi. Endi 9-sinfga qadar bola nima qilish kerak? Nega buyog'i ham bor-ku deyishingiz mumkin. Misol uchun 4-sinf 3 2 1. 1-sinfdan 4-sinfgacha ota-ona o'z farzandi, ayol kishi farzandi bilan uyda o'tirib 4-sinfgacha uyga vaysalarni bemalol aqliyata, bemalol shug'ullantirib tayyorlantirishi mumkin. Pul xarajat qilish shart emas. Uyda onasi, bolaning onasi bemalol 4-sinfgacha o'zi tayyorlasa bo'ladi. 5-sinfdan endi ustozlarga berish kerak. Endi 5-sinf programmasi, ya'ni darslari juda ham qiyinlashib boradi. Mana shu paytda nima qilish kerak? 5-sinfdan boshlab matematikaga berish kerak bo'ladi. Sabab mana bu 5-sinf bolaning xotirasi, endi ana telefonlar xotirasi va kompyuter xotirasi bor-ku. Endi misol uchun aytaylik, sizlarga tushuntirish uchun sodda bo'lishligi uchun 100 megabayt xotiraga ega bo'lsa,
6-sinfda 500 bo'lar. 7-sinfda 1,5 ming bo'lar. 8-sinfda 2300 bo'lar misol uchun-da. Endi mana bunga kelgan 9-sinfda 3000 xotiraga ega bo'lsin. Ha? Xotiraga ega bo'lsin. Endi siz 5-sinfdan bolani ingliz tiliga bersiz, shuncha yil baribir bu davrgacha tashab qo'ya olmaydi o'rta. Tashab qo'ysa, 1 yil, 2 yil tashab qo'ysa, u ilmsiz qolib ketadi. Shuning uchun ingliz tili o'qishga to'g'ri keladi. Lekin mana bu davrda matematika o'qisa, xotirasi kattalashib boradi. Matematika xotirani kattalashtiradi, tasavvuri kengaytiradi. Matematikani o'rgansa, mana bu holatga kelganda, misol 9 da kelib agar tugatib tashlasa, katta matematikaga qatnashganligi uchun katta xotiraga ega bo'lgan holatda ingliz tilini o'zlashtirishi juda ham oson bo'ladi. Va yana bitta narsasi, 9-sinfga kelganda balki unga ingliz tili kerak emasdi. Balki Rossiyaga ketmoqchidir. U qiziqqan soha bo'yicha Rossiyada kuchli mutaxassislar bor, kuchli institut bordi. Rus tilini o'rganib qo'ya qoladi bu yerga. Yoki Yaponiyaga ketmoqchidir. Balki Koreyaga, balki Germaniyaga ketmoqchidir. Unga u boradigan institutda boshqa til kerak emasdir balki. Ya'ni ingliz tili kerak emas. Shuning uchun shoshmaslik kerak ingliz tiliga berishga. Lekin ingliz tilini inkor qilmayman. Ingliz tilini bilgan yaxshi, bu xalqaro til. Juda ko'p dunyo qaysi soha egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar, juda ko'p ma'lumotlar, dunyodagi eng ko'p ma'lumotlar ingliz tilida. Men uni inkor etmayman. Lekin birinchi navbatda qaysi fanga berish kerak deganda matematika faniga berish kerak. Atrofingizda qarang, qanchadan qancha matematika ustozi bor, qanchadan qancha o'quv kurslari bor. O'zingizga yoqqaniga bering. Falonchiga borsin degan bir majburiyat yo'q. Shunchaki men tushuntirib ketyapman xolos. Demak, matematikadan mukammal bilsa, xotirani kattaytiradi matematika. Matematikani bilish uchun o'qish, yozishni yaxshi bilish kerak. Badiiy kitoblarni ko'proq o'qigan bo'lish kerak. Shunda dunyoqarash keng bo'ladi va matnli masalalar ishlay oladi. Matematikani bilish uchun barcha fanlardan yaxshi o'qish kerak, shunda matematika ishlay oladi. Barcha fanlardan olgan bilimi matematikadagi matnli masalalar ishlashga xizmat qiladi. Shuning uchun eng qiyin fan bu matematika. Matematikani qaysidir urovingga chiqqandan keyin fizika qo'shiladi. Fizikani boshlashdan oldin matematika. Doktor bo'lmoqchi bo'lganlar, ya'ni shifokor bo'lmoqchi bo'lganlar ham kimyo, biologiya o'qiydi. Kimiyani boshlash uchun ham asli boshi matematika. Dunyodagi top mentaliy institutlar ham muloqot qiladi. SAT so'raydi. Matematikadan mantiqiy bilimlarni ingliz tili orqali so'raydi. Ya'ni fikrlash qobiliyatini shakllantiradigan bu fan matematika. Matematikani bilgan odam har qanday kasbni mukammal darajasiga olib chiqishligi mumkin. Endi keyingisi, demak ketma-ketlikka tushunib oldik-a, marketing emas, ketma-ketlikka. Ya'ni matematika, ingliz tili sekin-sekin bitta fanni olib borish kerak. Ikkitasiga qiynalib qoladi bola. O'zingizlar yoshligida bitta ham fanga repetitorga bormagansizlarda, ayrim ota-onalarda 3 ta fanga bolasini tiqib qo'yadi. Eng yaxshisi bitta fan, bitta sport. Nega? Bolada energiya ko'p bo'ladi-ku, energiyani sarflash uchun sportga borgani yaxshi. Bo'lmasa, bolalar ana shu sportga kuchini sarflamasa, nima qiladi? Maktabda bolalar bilan urushadi, janjal bo'ladi. Sportga borib yurgan bola og'ir bosiqroq bo'ladi. Ta'lim, tarbiya oladi. Sport ham tarbiya, ham sog'lik garovi. Tarbiya ham bor o'tda. Chiniquvchanlik, sabr, bardoshni o'rgatadi. Sportda katta foydasi bor. Hozirgi kunda agar mendan ota-onalar so'rasa, men har doim bitta fan, bitta sportga bering deb aytaman. Bolani qiziqqan sportiga bering va bitta fanga bering degan maslahatni beraman har doim. Endi keyingisi narx emas, sifat. Bixilga narxini qarang. Anta qancha ekan? 200 ming so'm. Anta qancha ekan? 500 ming. 500 mingga 2,5 oy bo'ladi bolam deb 200 minglik o'quv markaziniga ustozga jo'natadi. Yo, sizlar mana bu narxga ahamiyat bermanglar. Sizlar bu o'quv markazida ustoz dars berayotgan, uni narxiga ahamiyat bering. Narx O'zbekistonda shundoq ham juda ham arzon. O'zbekistonning qaytida bo'lmasin, narx juda arzon. Hattoki O'zbekistonning poytaxti bo'lmish Toshkent shahrida ham eng qimmat kursda $100 bo'lishi mumkin maksimum oyiga.
Tasavvur qiling, $100 eng qimmat kurs poytaxtda $100 bo'lyapti. SAT imtihonini topshirishga oyiga $100 dan tayyorlayotgan kurslarni eshitganman. Bor bunaqada $100 dan tayyorlashadi. Endi qarang, SAT imtihon xalqaro toifadagi o'qishga kirishmi? Borsa o'sha bola 1 yil boradi-da, 1 yil borsa $1200 sarf qiladi o'sha yoqqa. Ustoziga $1200 beradi. U top mingtalikka kiryapti. Top mingtalikka kiryapti. Mingtalikdan bilmayman, misol uchun 50-chi, 60-chi mayli, 100-chi mayli top 500 talikka kirar. Hazlagan grant yutadimi? Grantlar miqdori eng kami hozir kun uzga kirib ham qaranglar qancha bolalar yutyapti. $380,000 eshitdim. Kun uzda ham mana shu o'qishga kirgan bolalar haqida juda ko'p videolar chiqarishadi kun uz. Eng kami $50,000 dan $380,000 grant yutishadi. $380,000 grant yutgan bola $1,500 SAT ga sarflayapti. Mayli 2 yil qatnagan bo'lsin, 3 yil qatnagan bo'lsin, $5,000 sarflagan bo'lsin, $380,000 qayerda-yu $5,000 qayerda? Ya'ni $5,000 pulga $380,000 oladigan biznes bormi? Yo'q unaqa biznes. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan, agar $100 dan bo'lsa ham O'zbekiston sharoitida haqiqiy sifatli ilm berayotgan ustoz $100 dan sizga farzandingizni o'qitayotgan bo'lsa ham xursand bo'lavering. Sifatli ustozga berib $100 dan o'qitayotgan bo'lsangiz ham ertaga top mingtalikka kirsa u qoplab ketadi. 100 karra qoplab ketadi. Bolangiz ham ilmli bo'ladi, ham sifatli oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kiradi, grant asosida. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, narxga e'tibor bermang. Undan ko'ra siz bolangizni ilmiga sarflayotgan pul bu sizni bolangizni kiritayotgan investitsiya hisoblanadi. Birga 1000 bo'lib ketadigan investitsiya u. Undan ko'ra siz xarajat bo'lar bo'lmas xarajatlaringizni, misol uchun Nexia da yuruvdingiz, Gentra oldingiz yoki bir BYD, Gentrada yuruvdingiz, BYD sotib oldingiz. Ha, BYD Gentra boradigan joyga BYD ham boradi. BYD boradigan joyga Gentra ham boradi. Yoki aksincha. Ikkalasi ham boradi, ikkalasi ham bitta ish qiladi. Siz komfortingiz uchun necha ming dollar sarflab oryapsiz. Ana shu oraliqdagi Gentra bilan BYD ning orasidagi summani bitta bolangizga sarflaysiz. Bolangiz qanchalik ilm oladi. Undan ko'ra ana shu bola ustozga sarflayotgan pulni, ya'ni bolangizga qilayotgan investitsiya hisob-kitobini qilmaysiz. U sizning vazifangiz, majburiyatingiz. Siz undan ko'ra mana bunaqangi o'zingizni komfortingiz uchun iPhone 17 chiqdi. Eng qimmati 2 terabaytli $3,400 shunaqa ekan. 16 tutib yuruvdingiz, 17 ga o'tib oldingiz. Qancha razlisiya beradi? Ana shu telefon bilan o'tib hech qancha farqi yo'q. Lekin siz orada kamida 1,5 ming, 2 ming rasxod qilyapsiz. Siz ana shu pullaringizni o'zingizni komfortingiz uchun ishlatayotgan pullarni hisob-kitobini qiling. Bolani ilmiga ketayotgan pul emas. Bolani ilmiga ketayotgan pul sizga 10 karra, 100 karra, 1000 karra bo'lib qaytadi. Shuning uchun narxga umuman ahamiyat bermanglar. Narxga ahamiyat bering. Ilm O'zbekistonda juda ham arzon. Shuning uchun o'quv markazi tanlash haqida mana shu ota-onalarda uchraydigan xatolar va mendan so'ralgan savollar uchun quyidagicha javob berdim. Yana qanaqangi savollar bo'lsa kommentariyada kutaman, bemalol yozib qoldirishinglar mumkin. Imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Endi qanday javob beraman? Ko'pchilik bir xil savol bersa, ana shu savollarni yig'ib keyin yana bitta mavzu qilib chiqarib beraman. Imkon qadar. E'tiboringlar uchun rahmat.